Open budjet g'oliblari aniqlandi. Ochiq budjet portalida tashabbusli budjet jarayonining 2026-yilgi birinchi mavsum g'olib loyihalari e'lon qilindi. Bir ovozga 2 palka kolbasa, 1 plaka tuxum, 10 kilo olma, 10 kilo sabzi, 30 ming so'm pul ega bo'ladi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligiga ko'ra, jarayonlarda respublika bo'yicha jami 10,284 mingta ovoz berildi. Ovoz berish jarayoni yakunlariga ko'ra, jami 1996 ta, ya'ni 1980 ta an'anaviy hamda 16 ta sheriklik loyiha g'olib deb topildi. Natijalar 21 martga o'tar kechasi e'lon qilindi. G'olib bo'lgan mahallalar aholisi g'alabani katta tantana sifatida nishonladi. Ayrim hududlarda mushakbozlik ham uyushtirildi. G'olib bo'lgan loyihalar bilan ushbu havola orqali tanishishingiz mumkin. Tekshirib ko'ring, sizning mahallangiz ham g'oliblar ichida bo'lishi mumkin.